أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İbn Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu ta'ala anhumlardan rivayet kılındı. Dedi bu işkeyle dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İzazul zilatu beraber buludu bu izazul zilatu Kur'an'ınki yerimiga meni beraber buludu deydimdi. Hem de biz Meni Mişkatul Mesabi degan kitapni o'qitdik Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki. Mushu bir qancha hadis kitoblari bor, shuni jug'lab elingan bir kitap. Endi shu kitobniki hozir Kitob Fadailul Qur'on degan bir cho'ng bir mazmun, ya'ni kitobga kelgandik. Bu to'g'ri Payg'ambar sallam nima degan dedi. Meni oldingi darsimizda birinchi fasl, yani birinchi faslga oid bo'lgan İmam Buxoriy va İmam Muslimniki hadisi buni da tugidi. İkinci fasl mana unidan boshqa bo'lgan Hisan hadislari deydi, uningga ikkinchi fasl mushu hadis to'g'ri so'zlaydi. Buningga kelgandik, o o'qib hamda ozroq qilib qolgan tani ikkinchi faslniki. Hozir shuniki davomini o'qiymiz. Endi İkinci faslniki mana bu kitobniki nimasi Qur'oni Karimdagi oyat va suralarniki bir-birisidan fazilatlik, ya'ni ortiq, ya'ni savobi jiq bo'ladiganliginiki ustidagi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelgan, hadis kelgan. Men mushu to'g'rida nima qilganto so'zlaymiz degan tukandi. Ana ondan keyin mana yuqorqi nimasi bo'yicha ulamolarimizniki ko'z qarashicha aslida Qur'oni Karim şu elhamdülillah tatip vannas kelgish bo'lgan hammasi Allohning so'zi bo'lgandan keyin bu yerda ma ushoq, ma sal tavaroq degan gap bo'lmaydi dedi. Yine ko'p sonliq ulamolarimiz mana bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadislar kelgan bo'lgandan keyin bu bo'ludi. Bo'lishniki o'zi uniki ma'nosiga qarab, mazmuniga qarab shundoq mana bo'ludi degan. Yani bu haq degan. Endi shuniki ustidagi hadisniki ustidagi çok e'tiborimiz. Endi shuniki ustida kelib, endi İbn Abbas va Enes ibn Malik radhiyallohu ta'ala anhumaniki hadisiga kelgandik. Dedi bu ishkaylar, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam İza zulzilatil ardu zilzalaha degan bu zilzala surasi beraber buludu bu Qur'oni Karimniki yerimiga. Mana Qur'oni Karimniki yerimiga nima keldi? Beraber buludu dedim. Endi bu nemish qunda oldu desa mana başdagi hadislarda hammada deyildi. Shu masura mundaq oldu, mundaq olsa ancha savob berdi, ma Qur'oni Karim mancha oldu deganligi o'zi shu Qur'oni Karimniki ichidagi mazmun. Shu bir suraniki ichida asosiyati nima qilgan, jug'langan. Shu yerda mujassamlashgan, shu yerda markazlashgan. Men shu e'tibor bilan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mani o'qish Qur'on manchiq o'qigan bo'ldi, mani o'qisa mandaq savob berdi degan mazmunda shu endi. Endi iza zulzilatil ardu zilzalaha kelgan vaqtingizda bu suraniki o'zi umumiy mazmuni, ya'ni bu hayoti dunyo tugagandan keyin anidan ikkinchi qatim sur tatgan vaqtingizda hamma insonlarniki o'zi yeni bir dunyoga mana qo'padiganligi. Shuningdek mana har qanday bir kichikgina mayli cho'ng olsun, kichik olsun, hatta ki kichikkina bir ishni ko'rgan bo'lgan bo'lsa, mayli yaxshi yomon ishni ko'rgan bo'lsa, uni jazman uniki mukofoti va jazosi, uniki mas'uliyati bo'lganligining mazmuni nima u oyat, o'z sura. Sura bo'lgandiki bu mana Qur'oni Karimdagi umumiy mazmuni yig'sak, ba'zi ulamolarimiz deyishicha Qur'oni Karimdagi umumiy mazmun, ya'ni 6 xil, 7 xil ya manchi xil deydi. Ya'ni umumiy jihatdan hammani yig'gan vaqtning o'zida iymon, tavhid, ibadet, ahlak, muamele, yani kıssa. Şuningdek o dünyada bo'ladigan ishlar deganidek mazmun kelgan vaqtdagi o'zida mana mushuni izazul zilatu bunichu bildirdi deydi. Yani ko'pincha shu oyatniki ko'pinchisida Qur'oni Karimniki o'lgandagi tirilish. Yani o dünyada bo'lgan ahvollarni uni deyish va uniki haq ekanligini isbotlash to'g'riliq mana oyatlarcha nima qiladi keladi. Mana bu İzaz zulzilatu bununki asas mazmunichi o'zi keldi. Shuning bilan bu nima bo'lgan bo'ldi? Qur'oni Karimniki mana yerimidek bo'lgancha bo'ldi endi.
ve kul vallahu ehad mana bu beraber boludu bu Kur'an-ı Kerim'deki 3'ten biriga. Kur'an-ı Kerim'deki 3'ten biriga beraber oldu. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 3'e sıkıp bölsek, Kur'an-ı Kerim'deki asası mezmunu birisi nime? Tevhidle iman. Anda o anikin mana bu kul vallahu ehad sure İhlas hem sure tevhid deydi. Anda o anikin bu Kur'an-ı Kerim'deki mana ma'nosindagi mezmundagi 3'ten birini nima qilgan bo'ldi? O'z yig'an bo'ldi. Mana bu. Ya kul ya eyyuhal kafirun mana bu beraber bo'ldi bu kul ya eyyuhal kafirun degan sure Kur'an-ı Kerim'deki 4'ten biriga. Kur'an-ı Kerim'deki 4'ten biriga. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki özünü 4'tesse mezmunu bilsek, 12 bir mezmunu nima bo'lgan bo'ladi? Yani şirk kavun, mümin kavun, kandak olsun müşrik oludun. Müşrikte kandak onundan çok bizar buluş, onundan alakını çort, üzüş diyen mezmunu da bunu çok öz içki alıdı. Kur'an-ı Kerim umumi mezmunu karşısak, anda o andaki kul ya eyyuhel kafirun, benim bu mezmununu kuludu öz içki alıdı. Anda o andaki, yani bu itibarıyla bu kul ya eyyuhel kafirun Kur'an'daki 4'ten birini imkan buldu diye öz içki ağam buldu deydi. Yani demek bir adam Muşu izazuzilati, kul vallahu ehad, kul ya eyyuhel kafirun okup, onun içindeki mezmunu düşünüp, resmi okuyan bolsa, Kur'an-ı Kerim'deki yani 6300 ayet, 6200 neçe ayet, ya 6600, ya ki 6200 mança, muşu ayetteki umum mezmununu o adam cuğulğa vaxtdaki üzere, men muşu ya 3'ten 1, ya ki yerim, ya ki 4'ten 1 çok çıkıdın. Men muşu söylendeki üzere, bu sörneki üzerine şundak resmi düşünüp kısa aş umumi u yada bu yada olan mezmun ya joğlap ekibli bir sörgün imkan buludu ya yermiga ya ki bir sörnün 4'ten 1'ge ya bir sörnün 3'ten 1'ge merkezleşken buludu. Men bu itibarıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men bu yedisini muştak degan gap şu. Anda o anki nemi demekçi? Siz Kur'an-ı Kerim'ni okuğa vaxtdaki üzüden Kur'an-ı Kerim okuğa vaxtınızda aldırmay, tefekkür kılıp, oylanıp, düşünüp, mındak okun deydim. Asli maksat bu Kur'an-ı Kerim'deki. Onun içindeki ma'ni nima qilish, bilib shu bo'yicha amal qilish. Mana bu nim bilan bo'ladi? Aldırmay o'qish bilan. Ma'nisini bilib, tushunib, men mushunda o'qishdan vujudga keladi. Bu misol hozirgi biznikida misol arab bo'lmagan boshqa millatlar bo'lib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zida olim, o'limalar bilsimi, lekin ko'p sonlari bu nim qilmaydi, bilmaydi. Endi ularga nisbatan shuna bo'lamdi. Eğer bu adamın özü, men muşu mezmunni, muşu hadisini anlap, men muşlaq bo'ldi ekan deb resmi etiqad qilib bu adam muşu ishlab, men ashtaq o'qisa jazman muşlaq savobchi bo'ladi. Ama o adam mens bilmismi? Yani demek bu yerda asosan Kur'an-ı Kerim'deki labzisini bilgandan boshqa uninki ma'nisini, lug'at ma'nisi, mazmunini, tushanisini o'qing, bilin degan gap bo'ldi. Yine bir sanadaki Kur'an-ı Kerim bək jiqqan o qandaq məzmunu jiq bo'lmayız degisiniz çok bo'lmaydi. O qavun mesela Kur'an-ı Kerim'de açılan məzmunu jiq, mesela 200'den jiq ayet bazı sure var, onun qısqa yoki onun uzun. Bu məzmunu jiq ne qılamısınız? Mena ahırda Kur'an'daki ahırda bir qancha qısqa ayetler var, sureler var. Men şuniki içinde Kur'an-ı Kerim'deki umum məzmunu muşundaq. Men bir yerga büyülüp bir yerga nima qilib bergan, jo'lab bergan bir sureler var. Anda şunu okusanız da o mezmunu okup geçseniz degan gap endi. Maqal ibn Yasar radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi, bu kishi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bir adamki desa o adam mena ol bir vaqtki tanga turdi. Tanga to'g'a vaqtning o'zida 3 qata A'udhu billahi samil alim mineşşeytanir racim ne debdi. Mena mushu zikrini yani şu duanı meni deptu degan dekin o'qitdi bu adam 3 oyatni nimada sura Hashr'niki oxirgi 3 oyatni o'qitdi. Mushunda ham bo'lsa vakil qilib berdi. Meni Alloh taolo shu odamga 70 ming firishtani vakil qildi ekan. Yani davomli ashlan qarabdi deb shu topshirib xizmati nima desa shunda qildi deb ashlan shu vakil uchun topshirdi. Tapşırıp mena haletiki dua kıldı bu 70 bin firişte şu adamga hatta ki keşkığa. Keşkurun kılıça bu 70 bin firişten Allah bu adamı günahı mağfiret kıl, bu adamı rahmet kıl dep meni 70 bin tane firişte men muşundaq çok kıp turdu, dua kıp turdu deydim. Ve eğer ölse o adam aş keçide, aş kündü ölüptü.
Yani sure Haşr'niki ahirki 3 ayet ve onun başka duanı okuyan şu günün üzerinde o adam ölgen bolsa, mene ölgen buldu, bu adam şehit olup ölgen buldu. Yani aynen şehit olması bu şehitlik hükmüde ölgen buldu. Çünkü neymiş kunda oldu dese, adamniki asasen ezip gitişindeki nemisi şeytan. Çünkü şeytanlıkı kıldığı işi neme kılış, insanı fakat azdırır. Onunki başka bir işi yok. O haset kılıp, o çidimay, şu Adem Aleyhisselam menden artık atam diken de, şununki kıldığı işi aşı. Aşı oğanlıki neyin birisi, insanlıki nefsi. Çünkü ruhdan bu yılıkı madde terkip tapkan insan oğandıken, bununki asasen bu ruh cisimnin içinde oğandıken asasen madda nemi kılıdı, o çanızda komandallık kılıdı. Yani bu iki taraftan boğan nemi var, düşmanlık var. Yani bu adam bu düşmanlığını bölüp resmi Allah Teala'ga yani aşında dua kılıp aşında kılıdıken onu da saklaşka aşında kılıdıken Allah duasını icabet kılıdı. Kandikin o adam nemi oldu o adam? Şeytanlığa ergeçmegen, nefsige ergeçmegen oldu. Boğandaki bu adam yine bu tarafta pakiz olan oldu. Yine birisiken Sure Haşr'niki ahir kısak Allah Teala'nınki yani Allah Teala'nınki aşı Sure'niki ahirki 3 ayette umumizlik Allah'ınki nemeleri var, sıfatları var. Kanda bir zat ikenligi o yerde çoğu onun sıfatı var. Yani o manini o adam okup, düşünüp, bilip, resmi işlenirse o adam kanda hop gedemde şehitlik mertebesini alır. Bu caryanda o adam ne kadar bir meni cepat aldı. Şehitlinki yüzü, ben Allah yolu cihatka adamı neme kıldı, uçanıki yüzü de ben cepat atıtı. Cepat atkanlık bu adama akli ve tefekkür. Kılış arkalık mene öğütümen, düşünümen de müjde cepat aldı. Mene bu şehit olup cihat kılmadığı adam mı şu Allah'ınki aşı ahkamını icra kılıp özellikle mücessemleştirip kağa adamdı mı? Yani onu görünüş halette hem adam makul deyken akılmen deydi o. Ma adamı tefekkür kılıp ne kılışken men şunda kılmen deydi onda onu gayis okşaydı. Şu o adam resmi açta düşünüp ölgen bolsan men mu şehidis kasasan men okuyan bolsa o çanı okup şu gün ülüp ketken şehit oldu. Şehit degeni mi o? Hem anınki kılığı başka, ma adamın kılığı başka ama gayisçi okşaş. Ve bir adamiki dese bu adam, men şu yukarıka aşı zikr duanı, men Euzubillahimineşşeytanirracim diyen aşı dua bilen, men Euzubillahimineşşeytanirracim diyen muşu men dua bilen, men Sure Haşr'niki ahirki 3 ayetini, men keş kurulka vaktini üzü dese, boludu o adam aş urunda boludu. Yani aş urunda boludu ki, şu adamga taң atqıça 70 bin tane perişten muakkat kılıp, benim muakkat kılıp keçici bu perişte o adam dua kılıpça turdu. Şunu da o adam keçici ölüp geçse şehit öldü o deydemdi. Dedi ve bu ise İmam Turmizi çok rivayet kıldı ve Darimi. Ve dedi İmam Turmizi ma hadis çok gariptir dedi. Enes radıyallahu ta'ala'nın rivayet kılındı. Men bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kıldı ki dedi o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı ki okusa o adam her günü yani her günü 200 katan kul vallahu ehadni okusa yani her günü 200 kata kul vallahu ehad okuyan bolsa mene uçuruldu şu adamdan mene 50 yıllık günahını uçuruldu deydimdi. Yani bu yerde okusa diğerlerinin üzerinde mutlak. Yani o okusa diyenin üzerine bu yer bivası hitap uçanıki üzerinde kimge? Sahabılıge. Sahabılınki üzü Kur'an-ı Kerim Peygamber Sallam'daki ağzını anlapla men onunki seviyesi kiyinki devredeki insanlığa karga vakti neticesi nimeti yukurte. Men o Kur'an-ı Kerim şunda okumanana kiyinki devredeki de onda Allah okup 5 yıl 10 yıl manda okup andaki Kur'an-ı Kerim tefsir kıldak alette buluğa onda insanlar emez. Onunki an seviyesi şundak yukurte. Kur'an-ı Kerim ne mi diyen bolsa aynen düşünete olanın köpüntüsü hemmesi digedek ve onundaki kişilermiş şuna kılıttı. Peygamber Sallam'daki hadisini açtak çok bileti düşünete. Men aşındak okan bolsa çünkü kul Allah'a 200 kata men her günü men 200 kata oku degan gap onunki ma'nosini düşünüp çünkü tevhid iman ne öz ağan ve ihlasını öz ağan bir sure olgandiken onun içinde qanday qilib Allah'ın bir ekanligi, qanday qilib Allah'ın hech qanday bir narsaga men ehtiyojini yo'q ekanligi degandek meni allama qachon nima qildi bildim. Bilgandiki bu odamniki osh tarafida andaki nima bo'lib kelgan gap
firishtadek shu ruhoniy holatga o'tib ketgan gap. O'tib ketgan bo'lgandiki, bu e'tibordan agar odam shunday bir gunoh o'tkazib qolgan bo'lsa, mana burundan yoki men bu odamniki 50 yillikda gunohni kechirib etildi. Shu oyatni o'qiganlik sababi. U odam o'qiyib, tushunib, anadan keyin qanday qiladi? Gunoh shunday holatcha yo'qolib ketdi degan gap endi. Nega shuki bo'lg'ay, shu odamning usti qazi bo'lgan. Ammo bir odamniki, u odamniki ustida bir kishiniki haqqi bo'lgan bo'lsa, u haqqini bermagan bo'lsa, u chaniki o'zida men bu gunohi u odamning o'qilmaydi, kechirilmaydi. Bu insonning haqqi noat ig'ir. Ya'ni qarz. Mana bu hadisni Imom Turmiziy rivoyat qildi va Imom Darimiy va Imom Darimiyninki rivoyatida bor 50 marratan deb bakin. 50 marratan, ya'ni 200 emas, ma rivoyatda 50 qatim o'qisa har kuni degan rivoyat bor ekan. Va zikr qilmadi Imom Darimiy ma rivoyatida illa yakun alayhi daynun degan gapchu yo'q. Ya'ni Imom Darimiyninki rivoyatida mushundaq har kuni bir odam qulvallohu 200 qatam emas, men 50 qatim nima qilsa, o'qisa shu odamniki 50 yillik. Men 50 yillik nemisini qildi, gunohini kechirildi debdi. Deb to'xtabdi, o qazi bo'lsa degan gap yo'q. Bu mutlaq. Qazi bo'lsa ham da rivoyatga asosan uchirildi degan gap. Ammo rivoyat boshqa hadis, oyatga asosan insonning ustida qazi qolgan bo'lsa, haq qolgan bo'lsa, bu hargiz uchun qabul qilinmaydi. U mag'firatchi qilmaydi. Illoki tövbe qilish uchun, uning gunohini yo'q qilish uchun jazman haqqini berish kerak. Oyna Anas radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi. Bir adamiki iroda qilsa, shu uxlagan odam o'zining ko'pisida. Men o'zining ko'pisida meni uxlashni iroda qilsa, endi men kechda yetmam deb uxlay deb iroda qilgan bo'lsa, uxlagan bo'lsa, o odam o'zining o'ng tarafida. Mana o odamniki o'ng tarafida uxlabdi. Ya'ni bu sunnat. O'ng tarafida uxlashniki o'zi bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meni boshqa hadisdan bor, davomli nima qildi? Ashta o'qitdi. Ham o tarafida o'qishniki o'zi hozirgi ilmiy dalil orqali mana bu tibobat ham tibbiy ilm orqali bu nima qildi? Isbotlandi. Chunki u odamniki mana vujudidagi qalbniki o'zi so'l tarafda bo'ladi. Men so'l tarafniki o'zida agar so'l tarafga yetib uxlab qolgan bo'lsa, yurak siqilgandan keyin bu badanniki harakatniki hammasi nima qaraqlab, qalbniki, yurakniki harakatga qaraqlab. Şu harakat bekat tunmay minutiga mana shu 1 minutda 70-100 necha harakat qilib qonni badanimizdagi hamma yeriga harakat qilib turadigan bir motor. Motor bo'lgandan keyin motorni besib olsa, o'chaningizda bu harakatchi ubdanchi qilmaydi. Ya'ni badanchi ubdan bo'lmay, podaj bo'lib, tushni yili andaq tush ko'rib, yili tush ko'rgan vaqtingizda shu har xil tushni ko'rib qo'nish tush ko'rishning sababi shu. Shuning uchun bu yurak sol tarafda bo'lgandan keyin o'ng tarafda bo'lmadi, o'ng tarafda besib yotsa, o'chanda yurak nima qiladi? Rohat harakatlanib, o'chanda rohat harakatlangandan keyin toza oromni ubdan elib, ushq toza qinib, undan keyin as rohat qopadigan gap. Ya'ni bu ilmiy tarafdan qilgan. Bu shu payg'ambarlar bundan 1400 yil burun nima qilgan? 400 yil buruncha buni degan. Mana mushundaq qilgan bo'lsa, qanday qiladi o'chaniki o'zida? Ondan keyin o odam meni 100 qata qul Alloh oyatini o'qibdi. Meni 100 qata o'qibdi. Meni mushundoq bo'lgan bo'lsa, qachoniki qiyomat kuni bo'lib qolgan bo'lsa, meni shu choning o'zida deydi o kishi uchun Rabb taolo, "Hey bandam, sen kirginsan, seniki o'ng tarafingga banoan jannatga kir." Sen o'ng tarafingga bo'lib, ya'ni o'ng tarafingdagi jannatga nima qilgan? Sen o'ng tarafingda yotibsan, o'ng tarafga yotgan vaqtingizda shu qul Alloh oyatini meni qancha o'qiyding? Meni 100 qata o'qiyding. Mushniki barkatidan sen o'ng tarafga yetib, qonliq sababidan sen jannatga nima qilgan? Kirgan deb Alloh taolo meni mushtaqcho deydi endi. Men bu hadisni Imom Turmiziy rivoyat qildi va dedi Imom Turmiz bu hadis hasan g'arib dedi. Ya'ni demak, qanday qilishimiz kerak ekan? Men mushunda 100 qata o'ng tarafga yetibchi mushunda uxlash kerak, bu sunnat. Ammo undan yatmasak bu cho'ng nima emas. Ammo mushundaq bo'lsin deb o'qisak, yotsak, u jazman o'sha shu bo'ladi endi. Ebu Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, shunda deb jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam angladi bir odam o'qiydi qul vallohu ahadni.
Okuganlarni anladı. Anlagandaki Peygamber dedi ki vecebet dedi. Vecebet degan gap vacib bo'ldi. O narsa degan. Vecebet degan mana fil mozi bo'ladi, bu muannas. Unda o'g'andikin bu nima degan gap deb men Abu Hurayra deydi. Dedim men va ma vecebet. Nima vacib bo'ldi? Yani o ishni qilmish qat'iy bo'lmaydigan ish qoldi. Qavo dedim. Desem Peygamber dedi ki cennet. Yani o adam şu kulvallahu o'qiganlik sababidan o adamga cennet kirish vacib bo'ldi. Dedi. Yani demek men şu yuqorqi mush hadis asosan kulvallahu ahadniki ne kadar mena katta bir so'ri ekanligi bu yerda çok bilinib turdi. Farvat ibn Nawfal'dan rivayet qildi. Bu adam o'zining otasi rivayet qildi. Shuna deb jazman bu otasi dedi. Ya Rasululloh, o'rgatsizlar mana bir shayiniki deyman, uni qachoniki meniki mena yotqanimga kelgan vaqtimizda. Yotqanimga kelsam, shu kelgan vaqtimizda deydigan bir narsani men o'rgatib qo'ysayin, uxlashdan burun men nima o'qiyman? Mushni bu tushunib qilsizlar, debsizlar dedim. Desem Peygamber dedi ki, "Kul ya eyyuhel kafirun." O'qi dedim. Onda o andaki neymiş kalsa çünkü bu kul ya eyyuhel kafirun şirkten nimedir o baraattir. Yani sen onu okusan, o'qigandan o'chaniki o'zida mushrik nima, shirk nima, mana dinsizlik nima sen uni uchun bilsan. Bilgandan keyin shuni bilib, tushunib, o'ylanib, shuni uxlab ketsan. Uxlab ketgandan keyin shuniki o'qish, mana uxlashdan burun mushta holatda uxlasan, o'chaningizda katta ish cho'qqan bo'lasan deydimdi. Bu mu bir nima o? Sünnet yani kul ya yol kafirini okuş. Uqba ibn Amir radhiyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi o Uqba şu vardaki benim vakitim men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Juhfe bilen Ebvan'ınki oturusdaki bir cayda Peygamberimiz birlikte kitip arttım. Juhfe degan yani hazır hemmemiz bilimiz Medine'den çıkıp Mekke'ye manğa vakitimizde bu yıllık ihram bağlayan şey. Ebva degan o şu Medine bilen yine Mekke'nin ağırlığı bir cay. Mene müşahede ben Peygamberimiz men vakitim şunda ahli yep baldı bizni bir şamal ve kap parangı bir karanlık yep baldı deydi. Yep balgandaki Peygamberimiz hemen dedi meni başladı Peygamberimiz adeti ki meni taavuz okuydu. Kul auzu bi rabbil felak ve kul auzu bi rabbin nas'ın okuduğu başladı. Okup deydi Peygamberimiz ha okuba sen bu ikki so'rini o'qish orqali mana taavuz sen Alloh taolodan nima qilgan panotu chada talab qilgan hech qanday bir panoh talab qiluvchi mana bu ikki so'rini o'xshaydigan bunda mazmunda o'xshaydigan bir nimani o'xshaydigan bir panoh talab qilgan bir narsani hech qanday bir odam mushuni o'qisa undaqcha qilib boqmagancha bo'ladi. Unda o'g'andagi mushundaq qashiq nayt qo'rqinchli. Ashundaq bir ahvollar yuz bergan vaqtimizda men mushuni nima qilgan o'qigan deydi. Unda o'g'andiki men mushundaq bir ahvollar bizning oldimizda ashundaq havo tutib ketibdi, bo'ron chiqibdi, har xil tabiiy ofat ashta bir alomatni ko'rsak, shu chog'imizda darhol men mush ikki so'rini o'qishimiz uchun umr nima o sunnat. Men mushundaq qilsak o'chan o'zida bizni Alloh taolo men ashundaq balo-ofat, musibatni nima qilib qoladi, saqlab qoladi. Endi saqlashning o'zi qanday bo'ladi? Saqlashning o'zi agar mushuni rasmiy ishni tushunib, o'chaningizda bilib iymon etib qilsak shunday bo'lgan gap. Ama bunu da anlap qilib kelmem, ama qilib qo'yay deb unda bir doğru şekilde olsa bu ish chu bo'lmaydi endi. Abdullah ibn Hubayb radhiyallohu anhu rivoyat qildi, dedi Abdullah chiqdik biz bir kechiki yomg'irlik bir kechida chiqdik va qop qorong'i bo'lgan bir kechida chiqdik, odatiki talab qilamiz payg'ambarni. Payg'ambar alayhisolamni shu bir qorong'i kechida yomg'ir yoqqan, shu qorong'i kechida payg'ambar izlab meni Madine'nin etrafılarga izlab müştahini qildik, chiqdik. Onun deki payg'ambar tapdik. Tapqandaki payg'ambar dedi, "Kul" dedi. Kul degandiki dedim men nima deyman? Yani kul degan da so'zlar debdi. Degandiki dedim men deydi bu yerdagi Abdullah ibn Hubayb nima deyman ya Rasululloh desem dedi payg'ambar "Kul vallahu ahadinda ve muavazatayinda." Yani kul Allah'ı oku ve iki muavazateyn olan kul auzu bi rabbil felak bilen kul auzu bi rabbin nas için oku. Mene ol bir zamandaki tanat tursan ve keşkurun kılsan üç kata nime kılgan okugan. Okusan mene kifaye kılıdı bu üç söre sana her kandan yama işte nime kılıdı sana kifaye kılıdı ki senin için mudafaa qo'llab qoladi.
Men ertesi akşamı muş kul Allahu ehad, muşu kul auzu birabbil felak, kul auzu birabbin nas okusan, şu künniki üzüden mena qandaq qıldı seni her qandaq xapılıq, her qandaq yamanlıq işiniki üzüden seni üçün saqlab qalıdı. De Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men muştaqçu digen deyil. Yani biz mi men muştaq okusak, men muşu Peygamberimizin sözü bilen, mena muşu Kur'an, muşu Ayş 3 söründeki mezmunu bilen bizime her qandaq musibet, bala afetden nima qılımız, saqlıpçu qalımız. Bu mu bir nima o? Sünnettemdi. Ukbet ibn Amir radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ukbet, dedim ben ya Resulullah dedim ben ya Resulullah okuyman mı Sure Hud ya ki Sure Yasin'i ben okuyman mı dedim. Dese Peygamberim dedi. Ne mi dedi? Her gün okumaysan hiç kanda bir şeyini ki mene mübalağarak idi Allah'ın dergahıdan. Mene Allah'ın dergahıda belagat en yukarı derece yetken hiç kanda bir narsa okumaysan kul auzu birabbil felak ve kul auzu birabbil felak'ten mene hiç kanda bir mübalağarak en çiki yetken mezmun cihette en faydalı olan narsa çok okumaysan. Anda o anda ki sen o bir Sure Hud ya ki Sure Yusuf'ni okuduğun göre kul auzu birabbil felak bunu nima qilgan o'qigan deydi. Endi bu kul auzu birabbil felakniki umum mazmuni qarsak, mana jazman insonda mana shu Alloh yaratgan shu mavjudat olamida insonga zararli bo'lgan har xil narsa bor. Mana nafsi bo'ldi, shayton bo'ldi, shaytonning vasvasalari bo'ldi. Mana bu yilqi insonlarniki bir-birisiga Alloh bilan mana o'xshamagan ne'matni bersa, uni ko'ra olmaydigan hasadxo'r, mana ichi yomon, ichi tan, ashundaq odamlar bo'ldi. Bu orqali insonlarga nima qilgan gap, zarar yetkazgan gap. Bu ziyon ham yomonlikqa yetkazgan gap. Men bu azlik, bu narsniki o'zi, men u odamdan shunda xoli bo'lgan vaqtning o'zida u salomatlik, xotirjamlik ham ofiyatlik bo'ladi. Ofiyatlik bo'lgan vaqtning o'zida bu odam buni bilan hamma ishni chuk qila oladi. Unda o'niki bu nima bo'lgan bo'ldi? En mübalağ narsa so'rchu bo'lgan bo'ldi. Shu buni chu o'qi. Davomli Allah Teala bir adamni işte yaratgandagi birisinin chiroyi güzel, melicek, yeni birisi aklı yaxshi, yeni birisiniki so'zi ya, ilmi yaxshi bo'ladi. Bunun qarta insonlarniki yine düşman. Yani şununki ichidan ko'ra olmaydigan hasad va uningga shayton, uningga vasvas ashta bo'lgan gap. Mana u adam u narsaniki o'zi saqlash uchun mana shu kul auzu birabbil falaqni o'qishchi bo'ladi. Buni anadikan cho'ng bir nima keladi u odamga ne'mat cho'q keladi. Bu e'tibor bilan bu kul auzu birabbil falaq men Sure Hud bilan Sure Yusufdan eng bo'lgan balog'atligiroq cho'q bo'lgan bo'ldi deydi. Üçüncü fasıl. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılın. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E'ribul Kur'an'ı ve tabi'i garaibehu ve garaibuhu feraizuhu ve hududuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundan dedi. Bayan kılınlar hey ehli ilmi, ölüm ale. Kur'an-ı Kerim'in kişilerine kıpırınlar, bayan kılıp onunki mənisini, onun içindeki mezmununu, onun içindeki hükümlerindeki özünü kişilerine bayan kılıp yetkizonlar. Ve Kur'an okudum da şükür tutulmaydı edemdi. Ben bilvaldim de bunda kılmaydı. Hem de bir yerde Arabe yoğru bir İrab. Deyimiz biz İrab deyimiz var mıydı? Bu Arabe yoğru bu degen izhar menzide. Eldahara yoğru izhar. Yani aşkar kıldı degen gep. Yani aşkar kılınsa Kur'an-ı Kerim'ni. Kur'an-ı Kerim'deki özünü mənisini deyiş arkalık. Mena ucuk adam bilamaydı. Bilamagandayken, sil bilgandayken, Allah sizga nimetini bergandayken mena ilimden ibaret olgan. Anda o andaki silip bunu mena bildirish arkalık haqqıçı, bayanqıçı qıp beringlar. Bayan qıp bersanglar bo'lmaydi. Ve ergişingizlar şu Kur'an-ı Kerim'deki garaib, ajoyib hikmat, ajoyib uslublarga, hükümlerge siz nima qilinglar, unuga ergişinglar. Mana bu Kur'an-ı Kerim'deki garaib, ajoyib hükümler nima doğru desen, Kur'an-ı Kerim'deki ajoyib, garaib hükümleri Kur'an-ı Kerim'deki farz ve Kur'an-ı Kerim'in nimesi doğru hadlerdir. Men bu deydim. Ona ondaki garibun degan gap, nima degan gap? Garibun ondaki jamisi garaib. Garibun degan gap esa yalaqi o adamı tanımaydı, bu adam onu mu tanımaygan adam nima deymiz, onu garib deymiz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki içideki aşcık adam bilamaydigan, fakat ma'lum derecedeki biladigan aşındaq ahkamlarning o'ziga seni nima qilinglar, uni uchun ergishinglar. U qavm
Qur'oni Karimdagi ichidagi mana Alloh taolo har bir mu'min musulmonlarga mana bakatga qimiz qattiq bo'lmaydigan farz ahkomlar bor. Biz buni nima qilinglar? Buni agishinglar. Buni agishinglar. Endi shuni deb mana Qur'oni Karimdagi Alloh taolo bakatga jazo. Mana to'sqan nimalar bor? Jazo beradigan bu shu gunoh ma'siyat harom, manhi ishlar bor. Siz buni nima qilinglar? Mana bu narsaniki o'zidan unuduchu saqlaninglar. Mana harom ishni qilmang, zina qilmang, o'g'irlik qilmanglar, yolg'on gap qilmanglar, mana va'dasi to'maydigan ishni qilmanglar, mana ittifoq inoq bo'linglar deganida g'aybat shikoyat gap tushgan ishni qilmanglar dedi. Mana shuniki hammasi Alloh taoloning nimasi hududi. Mana mushning qolgan nimasi o jazosi bo'ladi. Unda o'g'aniki sizlar mana mush narsaga nima qilinglar? Agishinglar deb mana payg'ambar mushtaqchu dedi. Unda o'g'aniki bu asosan kimi qartilgan gap ahli ilmi bo'lgan ulamo deb atayotgan mushu kishilarga qartilgan nima bu hukm. Shu hukm bo'lib, shuning ichidagi Qur'onniki ma'nosini umumiy bilgan, tushungan hamma kishiga nima o xitob. Yine Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qildi, shunday jazma payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Qur'oni Karimni o'qish, namozning ichida o'qish meni afzaldir. Qur'onni namozniki g'ayrida o'qiganlikdir. Mana Qur'oni Karimniki namozning ichida o'qiganlik, Qur'onni namoz o'qimagan, boshqa vaqtda o'qiganlikning natijasi nima bo'lgan bo'ladi? Kattachu bo'lgan bo'ladi. Ammo Qur'onni o'qimagan, namoz o'qimagan vaqtning o'zida Qur'oni Karimni o'qish shunda savob bo'ladi. Ammo Qur'oni Karimniki ichida o'qigan vaqtingizda uning natijasi nima bo'ladi? Savobchu bo'ladi. Savobchu bo'ladi. Chunki Qur'onniki o'zi, Qur'onga qarash, o'qish, anlash, tutish, silash hammasi nima u ibodat. Bu ibodat bo'lgandiki, bu o'qishniki o'zi eng katta ibodat bo'lgandiki, uni ibodati namozning ibodat bo'lgan ibodatning ichiga kirsa, u chon ibodat qancha bo'ladi? Ibodatning ustiga ibodati texmichu kattachu bo'ladi. Endi Qur'onni o'qish namozniki g'ayrida. Endi namoz o'qimagan vaqtingizda Qur'onni o'qish afzaldir. Nimadan? Tasbih va takbirdan nima u afzal. Men zikr tasbihni Qur'oni Karimni o'qish nima u afzal. Chunki Qur'oni Karimniki o'zi mana zikr tasbihniki ayni. Hem Allohning nimasi o so'zi. Va tasbih afzaldir nimadan? Sadaqadan. Subhanalloh, alhamdulillah deyish bu nimadan? Sadaqadan nima o afzal. Endi bu nimaga afzal? Bu odamniki sadaqa beray deydigan unda bir imkon yo'q. Bu ya'ni sahabniki shu ahli subba va undan boshqa mana muhojir mana sahabning ko'pinchisi nima u kambag'al. Mana bularga nisbatan biz baylamışda ütüp ketdi. Ya Rasulullah, bizim shunday bir ish qilsak bo'ldi degan vaqtimizda boshqa hadisi bor. Siz mana ish qilinglar deb. Unidikin uni dediki, ya Rasulullah, voy biz qilgan narsani uni anglab, umi qo'valdi degan vaqtimizda bu Alloh taolaning fazli degan. Men degan mazmunda nima bor? Hadisi bor. Unda o'ndikin bu yerda zikr tasbihdan mana bu nima qilish, sadaqadan zikr tasbih etish nima bo'lgan bo'ldi? Afzal chu bo'lgan bo'ldi. Yana sadaqa qilish afzaldir ro'zadan, ya'ni naflchu nimadan? Ro'zadan. Dedi deydi. Endi mana yuqorqi oyat, yuqorqi hadisni o'qidik. Mana ibodatniki ichidagi eng katta ibodatniki birisi Ramazon, ro'za tutuq. Chunki Alloh taolo mana shu payg'ambarning hadisida degan mazmunda o'tdi ana. Har qanday bir insonniki amali u firishta uni nima qiladi? Bir yaxshi ish qilgan bo'lsa 10 dan 700 gacha mendaq yaxshi ish qildi deb yozadi. Lekin ro'zaga kelgan vaqtingizda men uniki mukofotini savol men beraman. U boshqa ibodatga o'xshamaydi dedi. Ammo yerda dediki, sadaqa ro'za nima dedi? Afzal dedi. Bu nimaga qartilgan gap? Bu umumiy tarafdan zada ro'ziniki osh tarpi nima u? U zot katta. U nayt nima u afzal. Zada o hadis degandek. Endi mayadiki bu ro'zidan sadaqa afzal deganin ma so'z sadaqa nimaniki ro'ziniki o'zi bu odamniki o'ziniki yiliq nafsini o'ziniki yiliq yemak ichmakdan bo'lgan narsani nima qilish unidan to'xtatishdan iborat o'ziniki shaxsiy tarbiya qargan vaqtning o'zida bu o'zining shaxsiy tarbiya qaraydi faqat yakka yegona bu tarbiyaga. Ammo sadaqa o'zidagi bo'lgan ash bexillikdan iborat bo'lgan narsani yo'qotgandan boshqa, ya'ni saxiy bo'lgandan boshqa, ruhini paxlagandan boshqa
o adam ikinci bir adamga nima qiladi? Sadaqa qilib yaxshilik uchun yetkazadi. Chunki g'arib miskinga bir ishki koy eng az bir ishki fon binasi berib qo'ysa, o yuzidagi sehiy bexillikdan iborat bo'lgan ruhiy kasallikni uni yo'q qilgan bo'ldi. Eng birisi odamning nima qilgan bo'ldi? Yaxshilik uchun yetkazgan bo'ldi. Bu nima bo'ldi? Ma e'tiborlan bu nima u kattandi. Roza meni qalqandur nimadan o'tdi deydi. Mana roza tutganning o'zi shu odamniki do'zaxga kirib ketishga nima bo'ladi? To'sal bo'ladi. Chunki roza degan yana nashqatim deyildi kitobi somda. Roza degan gapning o'zi nima? Yemak ichmaslikdan iborat bo'lgan bu narsa yemaydi. Bu yemagandan u odamniki bu shahvat va hayvoniy nafsidan iborat bo'lgan bu yiliq bahni kuchli deydigan bu narsaning o'zi nima qiladi? U yerda ojizlaydi. Ojizlagandan o'chan o'zida bu odamniki ruhiy ma'naviyati kuchlanadi. Kuchlangan bo'lgandan shu e'tibor bilan bu odam roza tutsa, mana u ruhani tarafı kuchlangandan keyin hayvoniy tarafi o'chadi ozgandan keyin bu gunoh ma'siyati ko'pinchalardan keladi. Bu odamniki mushu hayvoniy shahvoniy nafsining o'zi evjab ketib eng yuqori darajaga chiqqandan keyin hayvonga o'xshash, jitqish hayvonga o'xshash oqi kelganni yeydigan, urdigan, tillaydigan, ayta so'kadigan, o'ltiradigan ish keladi. Endi buni yo'qotgan bo'lgandan keyin roza tutsa, o'chanimizda u do'zax kirishga nima bo'lgan bo'ldi, ana qalqanchi bo'lgan bo'ldi. Osman ibn Abdullah ibn Avsil Sakafi radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Men bu kishi o'zining dadisining dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bir odamniki Qur'onni o'qimoqligi mushafsiz. Ya'ni Qur'onning o'ziga qaramay, men Qur'onni o'qiganing o'zi 1000 darajadir. 1000 daraja bo'ladi. 1000 daraja katta savobchi bo'ladi. Endi yuqori Peygamberimiz aytdi degandek, men bir harfni o'qigan bo'lsa 10 harf, 3 harfni o'qigan bo'lsa 30 qata bilan o'qidi deb savob berdi. U boshqa. Endi Qur'onni mushu nimada mana shu yilqi o adam yod etdi. Yod olgandagi qarmayli o'qigan bo'lsa 1000 daraja, ya'ni 1000 daraja yuqorichi savobchi bo'ladi. Endi bu odamning o'qiganligi musabda. Yani Kur'an'daki varak, musabniki o'ziga, qog'oz yozilgan Qur'onning o'ziga qarab o'qishning o'zi mana ziyoda qilinadi. Bu darajani oshunga, mana bu o'qishniki o'zini oshu 1000 darajaga ziyoda qildi, 2000 darajaga. 2000 darajada mana nima bo'ldi? Ziyoda bo'ldi. O odamniki qarab o'qigandan mana bu yod o'qigandan Qur'onga qarab o'qigani mana o'qigandan 2000 daraja nima bo'ladi? O'chaning o'zida yuqorichi bo'ladi deydi. Bu nima shunday bo'ladi? Chunki o odamniki mana Qur'oni Karimni mana ya qarmay o'qiganing o'zi 1000 daraja bo'lsa, chunki qarmay o'qiydi, o'chaning qalbining nimasi o ishi. Qalbda bo'ladi, yodi bo'ladi, zehnida bo'lgan bo'ladi. Ammo o odam Qur'oni Karimniki o'zini qarab o'qisa, qarg'anlik bir savob, mana tutqanlik bir savob, mana o Qur'oni Karimni tutib silganlik bir savob, Qur'onniki harfiga qarg'anlik bir savob. Onda o'gandan keyin hamma savob bo'lgandan keyin odam ya deb o'qigandan o'zi qarmay o'qigandan o'zida qanday bo'ladi? O'chani qalbida o'qiydi, og'zi chiqadi. Ama ma'ni qarab o'qigandan o'zida men ashta o'qiydi, ham qarab o'qigandan aldirmay o'qiydi. Aldirmay o'qigandan keyin o'chani o'zida bu odamniki tafakkur qilish nimasiniki o'zida u qarab o'qigandan mana yod o'qiganning o'zi sal to'van bo'ladi. To'van bo'ladi. Nima qarab o'qigandan o'zida ana shundaqchi savob bo'lgandan boshqa o adam qarab o'qigandan o'zida aldirmay o'qiydi. Aldirmay o'qigandan keyin u yerda rasmiy ko'zi, qulog'i, og'zini tortib 3 narsaning o'zi odamning miyasi markazlashdi. Markazlashgandan keyin o'chan o'zi rasmiy tafakkur qiladi. Endi odamning o'zi mana yod o'qigan bo'lsa-mu, u odam og'zidan va qulog'idan chiqsa-mu, lekin u odamning ko'zi boshqa qaraydi. Va u odamniki yilqi tutdi va kaza degan narsa bo'lmaydi. Ya'ni unda o'qishniki o'zi nima o sal to'varaqchi bo'ladi deydi. Endi Peygamberimiz bir hadisi var yuqorida. Başta degandek, mana Qur'onga mohir bo'lgan kishilar mundaq savob bo'ladi deb. Ammo u odamniki o'zi Qur'oni Karimni rasmiy yod etdi. Rasmiy alhamdulillah azvarlab hamma o'qigan bo'lsa, u odam qaragandek shunda qaragandim obdan o'qigan bo'lsa, Peygamberimiz yuqorgi hadisga asosan u yaxshi. Kiromen katibin barara
den ibaret olgan aş piriştevler çok belli oludu. Bu uçu o başka. Ama bu adamın özü bir abiyat edip bir nim kılıp mesela okuyduken okuyan sözde mene qarab aşındak men sılap tutup okuyan olsa bunun derisi takimi çok yukarı oldu. Ama bu okuyanlığın özü Ramzan'daki gayrideki okuyanlık. Ama Ramzan'dan ibaret olan zaman itibaren katta zamanda okusa tahi umunun neticesi yukarı oldu. Yeni birisi koşulup andaki makan itibarı bilen en katlıya verip onu okuyan bolsa tehim onun üstünde tehim katlıcı boldu diken mesela Medine'm mene haremge Medine'm gelip okuyan bolsa makan itibarında uluk oldu. Men uluğunun üstü uluk, zaman uluk, Ramzan uluk diğerlik olsa Kur'an degen netçimin esi muşunda nim bolduğan gap katta muşunda savapçı bolduğan gap. Men bu şunda olup ketkendikin taraftan muşu nurani Muşundaq mənəviyyatın üzü muşundaq boğandikin hemmiyanın üzü de mene haremdek ya mene Medine'mdek yani üzü de muşundaq boğa vaxtın üzü de qandaq oludu hemmiyanın üzü aşı yelik odek bütün Allah'ın rahmeti bütünle kaplap ketkendikin o şeytan uya kelişkiçe hiç qandaq amalsız qep qalıdı. İş tügeygendik andikin ne bolu şeytanın işi tüger şundan o xahni azdırmen deyə işi bombaydı. Bommagandaki şuna şeytan ne qan boldu Peygamber Medis degəndək kişələnigən boldu. Yəni mundaqçı itibarəndi. İbn Ömer radıyallahu anh'a rivayet qılın dedi olar dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cezmen ma kalple yani ma insandaki ma kalbi men datlışıdı. Kandaki datlışıdı tümü. Kaçaniki o tümüge su yetse. Tümüge su yetken vaktin üzüden yani yöllük bir nesi yetse tümü ne oldu? Datlışıdı. Yöllük nesi yetmese datlaşmaydı. Ama şu havanın üzüde mi bir yöllük var? Şu yöllüğün üzüde tümü su tegmisi mi? Bazı vaktin üzüde ne oldu? Datlaşıp kaldı çünkü havada yöllük var. Anda o andiken Adem'in kalbi muşu nesi okşaydı. Muşta datlaşıp o su kalbindeki tümünün üzge su yetse şuna datlaşkanda kalbindeki üzümü günah masiyet haram işte işini kavakt üzüde bu kalp mu işte datlaşıp gidiyordu. Datlaşıp anıdiken yapkısı anılmaydıgan halal haramı bilmeydigan o şehadeti bulup yürük ketip gidiyorgan aşındak Adem çok buludu. Digendeki değildi ya Resulullah onda olsa bu yüreğindeki pakırtışniki bu dat bu diyelik tümüneki dat yani bu nesneki üzeri yoktuşniki sebebi ne mi olmasa? Ne mi kılış arkalık bu yürgümüzne, kalbimizne men pakırtımız. Şu muşundak dese resmi izildiğin, resmi rehimdil bolğan adet ekelimiz. Bunun sebebi ne mi degen dedi ki ölümden ibaret olan nesini esleşniki yüzünü köp kılış. Devamlılık ölümünü esleş. Ölümünü esleş. Men ölüp ketkenmen dep ölüp ketken adamdan burunqi adam ata-anası tuqqanlar ölüp ketkenmiz davamlı onun resmini ekilmez hazır dep asam qaldı. Men muşu ölüp ketdi dep muşundaq qilish davamlı ziyorat qilish onu boshqa muşundaq ish ölüp ketken adamni qilish men hareketdi. Mening aldığım insan hareketi deyish arqı bu insanın qalbini nima qiladi o mena o dat bo'lgan bo'lsa uni hammani yub chiqirdi. Anda o'diki hamma o'ldiga ayirmash ekan, anda ular ham gunoh masiyat qilmay deydi. Yana birisiga Qur'oni Karim tilovat qilish. Men bu ikkisi dat vesip ketken kalbiniki özünü nemi kılıdı bu çanısı pakırtıdı. Dedi. Mene İmam Beyyaki rahmetullahi aleyh mene yukarıki 4 dedisini Şuabil İman diyen kitabede nemi kıldı? Rivayet çok kıldı. Eybe abne Abdülkilai razıyallahu ta'ala rivayet kılın dedi Abdullah. Dedi Eybe dedi bir adam ya Resulullah Kur'an'daki suresindeki kaysi katta dedi. Endi qaysi katta degan vaqtda Peygamber dedi kul vallahu ahad. Endi Adem'deki so'rashi mutlaq. Lekin bu Adem'deki so'ragan ahvolni Peygamber bilgan. Bilgandikin yani demek yo'g'ini Qur'oni Karimdagi ichidagi so'rniki qaysi katta degani mushu tavhid iymonga to'g'riliq bo'lgan mushu so'rda va shu so'rning ichida qaysi so'ra mesela hamma so'rda bor tavhid iymonga aloqador bo'lgan. Men bunun ichidagi qaysi so'ra pek katta eng katta so'ra desa qul vallahu ahad. Emniyette nima qul vallahu ahad so'ra tavhiddir. Yine o adam dedi ki Kur'an-ı Kerim'deki içindeki qaysi ayet en kattıdır. Söre dedi. Hem ayet kelsek çoğu. Diğer vakti Peygamber dedi ayetel kursi. Yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diyen muşu ayet
Kur'an-ı Kerim'deki 6600 yani 6200 neçe ayetin içindeki en katı ayet. Çünkü bu ayetteki içindeki mezmun şu Allah Teala'nınki bütün sıfatlarındaki hem şu ayeti şu merkezleşken. Yani bu. Degendeki o adam dedi, o adam dedi ki, o adikin, hey Allah'ın peygamberi, kaysi ayetini yaxşı körler silge ve sizinki ümmetlerge yetişini. Men sizinki ümmetlerge kaysi ayet mene yetken boz bek yaxşı oldu tila. Amdi yetti, yetsimo mesela perzan. Muşu Kur'an'ın içinden kaysi ayet yetken bozsuz yetip kan bozsuzunu yaxşı vay uptan dep muşta suyunip kıldı tila. Diga vaxtımızda Peygamber dedi ki Sure Bakar'ınki nemisi o tügendisi. Yani Amen Resulullah. Benim muşu Mana ve min ummetim yesemin en suyundurduğun nesi için muşu. Dedi. Çünkü bu Sure Bakar'ınki tügendisi olan Amen Resulü Allah Teala'nınki rahmetiniki nemisidir, hazinesidir. Men Allah Teala'nın rahmeti hazinesi var, tügümeydi. Şu rahmetli kelgen o neme ayet o ahiri şunundak bu Sure Bakar'ınki ahiri yani Allah'ınki erşininki tehdididir. Yani Allah'ınki erşinin tehdidin neme kılan kelgen şu yerde çoğu bağlayan neme o ayet dedi. Mene Bədi Allah Teala bu Sure Bakar'ınki ahir olan Amen Resulü'nün ma ümmet ki bədi. Mene ümmetin içinden muşu ümmeti Muhammed'i olan ümmeti icabet ki neme kıldı bədi. Ve terk etmedi bu sure hiç kanda bir yaxşılığını dünya ve ahiretten boğan hiç kanda bir yaxşılığını neme kılmadı terk etmedi. Terk etmeyle hemmesi şöyle şu yaxşılığın hemen özü kaldı. Dünya ahiret boğan barlıq yaxşılığın üzü Amene Resul'den ibaret olan ikisi ayetin içinde bad eylemdi. Mene iki ayetin içinde birinci baş nemi deydi Amene Resul deydi. Allah'a iman keldi ve melek ve aktubur isil deydi. Onudaki nemi kıldı andaki men imandaki asası terkibi kısmını şu deydi. Onudaki dua kıldı. Men muşdak kılması dedi. Men onda o andaki dünya ve ahirette olan bütün yaşlılığın üzü men bu iki ayetin nemi kıldı. Mücessemleşken şu buldu. Dedi. Abdülmelik bin Ömer de rivayet kıldı. Mursal oğalatta dedi bu Abdülmelik. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene Fatihatul kitapta Badur şifa var. Yani elhamdülillah Badur. Sure Fatiha'da Badur. Mene şifa var her kandak dertten. Meyli manevi kesel olsun ya ki maddi kesel olsun. Manevi kesel kavı şirk, riya, nifak mene günah, mesiyatın neme kılış, onu yaxşı görüşten ibaret olan, muşu manevi, ruhi taraftan boğan bir kesellik var. Men muş keselliğindeki özü Sure Fatiha okusa, o bilse, şu bu emel kısa, o adam ne yapıyordu, sakayt oldu. Şirkini yokutup Allah'ın tevhid imanı için ekelidu. Men günah, mesiyatın onu tusup, uçan özde Allah muştan zatı olan dikin dep, o nemeneki özü nipak ve pusuktan ibaret olan nesini men ruhiden onu nimkadıdı, çıkarıp onu davalaydı. Ama cismani taraftan çoğu, cismani taraftan eğer bu adamdaki özü, aş Peygamber'den başka hadisini çıkıyordu, aş elhamdülillah resmi okup, men şifa dedi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, men resmi itikat kılıp, resmi o adam, mene yiyen, içken, müş etkenlerinin hemmesi halal. Ama bu adam kandak kılıdı, yiyen nesin özü haram. Keygen nesin özü haram, kuvatkan nesi haram, kalıvatkan nesi haram, tutvatkan nesi haram bulup elhamdülillah 100.000 kata okup kesin beka o. Bu Kur'an, bu ayeti, bu Sure Fatiha'nınki resmi keselik şifa buluşun üzeri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki zamanında bir kan sahabalığa çok boğan. Emniyeti sakaygan. Doktorunki dar bergendek şu sakıp onu karta sakaygan adam uluğu şunda koyunu hediye çok kıp ketken. Bu hadisi sabit. Peygamber sallallahu Sahih Buhari, Sahih Müslim'de. Ama biz hiç o. Biz şunu da bolsak bizim mi boludu. Ama onun gibi olması için ne için? Ne için bulmaydı? Çünkü Allah Teala nime tayyibun la yakbelu illa tayyiben. Ama o andaki biz tayyip olmasak yegenimiz haram, halığımız haram, tutkunumuz haram, oğurluk, muşundak, gaybe şikayet, işte böhten çaplaş, xalqning haqqini yevelish, qo'yiverish deganidek harom ishni deb yaxshi bidat harom ishni qilsak, o'shanimizni qanday pokiz bo'lamiz? Nima uchun foyda qilmaydi?
Qaydı qılmasının üzü Kur'an demez, yoki men rivoyat qilgan hadisda emas, o'zimizda. O'zimizda rasman istaqsak, shunga sahabalik keyingi davrdagi har avliyoninki shu bir qator o'qituvchilar har kasallik saqib ketish ahvoli karomat yuzida bo'lgan. Bu rasmiy bo'lgan narsa hamdir. Osman Affan radhiyallohu anhu rivoyat qildi, dedi Osman, bir odamki o'qsa o odam Ali Imronniki oxirini bir kechida o'qigan bo'lsa, mana yezildi shu odam uchun kechicha mana o'rtirib mana tahajjud namoz o'qidi, ibodat qildi deb nima qilindi, yezildi deydimdi. Sonra Ali Imronniki oxiri qavm inna fi xalqis samawati vel ard va ihtilafil leyli ven nahari la ayatin li ulil albab degan aşağıdan başlap. Çünkü şu yerden başlayan vaqt üzerinde bu ayetdeki umum mazmuni Allah'ınki barliq birlik ekanligi, o zatniki kudreti ve ilminiki ne kadar katta ekanligini isbotlaydigan ve mu'minniki qandoq bo'lganligi, mana mu'min bu odam qandoq sifat, qandoq axloqli bo'lgan umumiylik deb qoldi yerda bayon qildi. Anda o'g'aniki bu odam shuni o'qigan bo'lsa, men shu o'qiganning o'zi men tahajjud namoz o'qiganning ma'nosimi, kechish qo'yib ibodat qilgan ma'nosimi shu tamdi. Mana bu odam buni o'qib ma'nosini tushunib o'qigan bo'lsa, mana u odam kechish amaliyot qo'yibmisimi, mana savobini men kechish tahajjud namoz o'qidi, ibodat qildi, Qur'on o'qidi degan savob uchun yozildi deydi. Makkulda rivoyat qildi dedi, Makkul. Bir odam Sura Ali Imronni o'qigan bo'lsa, juma kuni mana duo qilib turdi, shu odamga firishta kechigichidi. Etdigende kopnum qıptı, sonra Ali İmran'ı o'qibdi cuma kuni. O'qigan bo'lsa, shu mana qarong'ib ketgan qadar firishtaning o'zi bu odam duochi qilib turdi deydimdi. Men bu ishga İmam Darimi rivoyat qildi. Va Jubayl ibn Nufay radhiyallohu anhu rivoyat qildi, shunda debki Jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Jazman Alloh taolo Sura Baqarani 2 oyatlarni nima qildi? Tugatdi. Amana Rasululloh. Berildim men bu işki sörünü, yani ba'da Allah Teala bu işki sörünü bana yüzdünki kenzidin. Yüzdün nemedin? Kenedin ki bu kan nerede idi? Erşinin tehdidi. Erşiniki tehdidi olan kandın Allah Teala bu işkisini şu mançu ba'di. Anda o andaki deydi. Teta'allamuhunne. Ta'allama yeta'allamu demek öğrendi. Ta'allamu yeta'allamu. Ta'allamu de emir. Anda o andaki bu İşki sörünün neme kanına, işki ayetin için öğün olan, yadepçi öğün olan, mezmunne, onu yad edişine öğün olan ve ulanı senin ayarların oluşu, balvakının oluşu öğüt olan. Neymişka? Çünkü bu işki sörününki, işki ayetindeki özü o namazdır. Yani duadır. Yani salatınki yeni bir demesi bizge tonuşu olan namaz, yeni bir mevsim dua. Yani istiğfar. Çünkü Rabbana ati, Rabbana hablana degan ayet var. 3 Rabbana var bu yerde. Vafirlana, varhamna degan. Ve o iki ayetindeki özü kurbanlıktır. Yani Allah'ın nima qilishdir? Yaqinlik qilishdir. Yani Allah'a aşırı okusak bizni Allah'ın nima qiladi? Yaqinlashtirdi. Ve o iki ayetin özü nimadir? Duadır. Hem de salatniki özü, hem de salattır degan gapniki özü salat deb men bir ma'noni alsak istig'for. Yani şu ayetindeki özünü okusak o bizge günahımızda Allah'ın talep kılganlık olurdu. Ma dua mensmeye doğan diken, yani bu olurdu. Ya ki olmaydı, bu namazdır dikeni, yani bu aşı ayet, işki ayetini okuyanın özü namaz okuyanın aynı sevabını bulurdu. Çünkü bu işki ayetini namaz okusun için bulurdu diyen gependi. Kâb radıyallahu anh rivayet kılındı, şuna da Cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, okunan Sure Hud'ni Cuma günü okuyunlar dedi. Hem de Cuma günü okuyun karşılığımızda Sure Kehf çıktı. Ondan başka Ali İmran o rivayet kılındı. Ve ondan başka Sure Hud'ni okuyunlar da Peygamber ma rivayette müştakçı depti. Yani Peygamber muşunda diyenin özü Peygamber'e Kur'an-ı Kerim bir vasıta düşken boğandaki Cibril Aleyhisselam arkalık bu Peygamber'deki bu söyle kandak ekenin mezmunu için bildi. Şu sebepten için diyen gep. Hem de Ebi Said radıyallahu anh rivayet kıldı şuna Cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bir adamı ki okusa Sure Kehf'ini Cuma günü nurluk vadıdı, yurt vadıdı şu adamge, yürüp geldi şu adamge nur.
anda bir nimasiniki ikki jumaning orasi edi. Ma juma bilan ikki juma, yana bir jumaning oralig'idagi butun shu vaqtlar, zamonning hammani bu sura nima qiladi u odamga yuritadi. Oppoq qiladi deydi. Yani oppoq qiladi degan, yo'riq qiladi degan ma juma kuni u odam o'qigan bo'lsa, kelar juma kuni kelsa bu odam hamma narsaniki ma halol, ma harom, ma to'g'ri, ma xato ekanligini uchun biladigan holatga keladi deydi. Chunki bu oyatdagi suraning umum mazmuni mushuni bildirdi. 5-ni tatib oyoq kishilik bo'lgan orliqda Allohniki birlik borlik, undan boshqa men iymon etsa u kishilarniki ahvoli qanday bo'lganlik, masalan Ashab-ul Kahf va undan boshqa men tamsil qilish orqali oldi. Undan boshqa Musa alayhisolamniki, Xizr alayhisolamniki o'ttirisi kelima mana bo'lgan ishlar. Undan qiyomat qanday bo'lganlik. Mana o odamniki o'zi mu'min bo'lib, musulmon bo'lib o'lsa qanday holat mukofot berdiganligini degandek, men mushunday narsa o'g'andiki bu odamning o'zi meni mush narsani o'qish orqali qanday bo'lganiga u choniki o'zida bu odamniki o'zi ana kelar juma kuni kelsak, shu halol, harom, xato, durust emas, shirk yoki bid'atni hammani nima qildi bu odam bilib upuchchu holat shu bo'lgan bo'ldi endi. Shu endi. Xolid ibn Ma'dan de rivoyat qildi, Xolid o'qonsa mundiyan qutqazg'uchi narsani nima qilinglar? Qutqazg'uchi bo'lgan bir suraki, u sura nimadir? Alif Lam Mim tanzil kitobidir. Men shuni o'qiyman. Chunki shan 7 manga shu 7dagi jazman bir odam o'qiydi buni. O'qimaydi bu odam mushu Alif Lam Mim tanzil kitobdan boshqacha o'qimaydi. Va berdi bu odam xatoligini jiqdi. Jiq xato qilgan odamdi. Gunoh masalan jiq qilgan odamdi. Mene şundan o'qibdi bu odam, nojiq o'qibdi. Yaydi bu so'rniki o'zi. Mene o'ziniki qonitini o odamning ustiga nima qildi? Yeyib oldi. Yani choshdi. O'ziniki qonitiki so'ra, o'sha rasmiy bir kucharliqdek holati bo'lib, u odam o'qib yuribdi, atrofdan shu qanot yeb qolgandek, bu so'rniki o'zi o odam nima qildi? O'chaning o'zida yeb qoldi-chu, yeb qoldi. Yani yeb qolgandan keyin o so'rning ichidagi mazmunni o odam bilib, shu orqali so'rning uqqaniga tushgandan keyin xato, harom, mana to'g'ri bo'lmagan ishni-chu o odam nima qilmadi, qilmaydigan holat keldi. Yani bu endi. Dedi bu so'ra, "Ey Rabbim, bu odamga mag'firat qilsa. Bu odam Xudoy mag'firat qilsa, chunki bu odam meni o'qishni jiq qildi" deydi. Shuni bilan anadayken mana shafaatni qabul qiladi. U so'rniki Rabb taolo bu kishi haqidagi shafaatni nima qiladi? Qabulchi qiladi. Ma'qul. Sening deganiga asosan jiq o'qiydi ekan, unda o'g'liga men bu seniki shafaating asosan bu odamniki men do'zax kirgan ishni men yo'q qilyapman, jannatga kiraman deydi. Va dedi yana Xolid. Yo'q olmaydi. Bu gapningki o'zi Xolid ibn Ma'dan ya payg'ambarim olgan bo'lishi mumkin. Men hozirgi zoirda Xolidning o'zining gapi, ammo bu payg'ambarimdagi olgan gap bo'lishi mumkin, shuni hikoya qilib degan bo'lishi mumkin. Va dedi Xolid yoki payg'ambarim yizinglar ya'ni deydi Alloh taolo deydi va deydi Rabb yizinglar shu odamga har qanday har bir xatolikning barobariga bir hasan yizinglar. Her bir xatolik o'tkazib qolgan bo'lsa, shuning barobariga bir danacha uni o'chirib etib, uning o'rniga bir dona yaxshi ish qildi deb yozinglar. Va u odamningki derisini ko'tiringlar deb Rabb taolo uchun mushtaq deydi dedi. Va dedi Xolid yoki payg'ambar ham jazman meni bu Alif Lam Mim tanzil kitob degan bu sura meni mujodil qildi. O'ziniki sohibidan qabrda nima qildi? Mujodil qildi. Yani onun cedellişip, münazirleşiyordu bu sure. Özün sahibi kavu şu surenin uqa adamga. Uqa adamga kabri kirgan vaqtimizda, so'rgan vaqtimizda şu sure kelib, o adam bilan nima qildi? Mujodil qilib, o odamniki nimasi firishta bilan, "Ey men jiq o'qidim, undaq qilma, mundaq qilma" deb, u yerda shu mudofaatchi qildi. Deydi o sure. Ey Alloh, agar bo'lsam men seniki kitobing bo'lsin. Nima qil? Meni shu kishiniki haqida shafoatini qabul qil. Ve eğer bulmuşsan ben senin kitabını olmuşsan sen beni unutun küçür var deydi. Bu bir temsil. Yani ki emniyette şurada bulmuşsun mu ki muştakçı deyimiz. Mesela bir adam ben seninki bilensen olmuşsam ya ki sen benim balan
yoki sen meniki ayolim, yoki sen meniki erim deymiz ama ashtaq bo'lmasa men undaq qilib, mundaq qilib deymiz, endi shunday bir gap endi. Va jazman meni bu so'rab bo'ladi, ucharliq o'xshash bo'ladi. Ki qiladi bu ucharliq o'zining qonitini u odamniki cho'q qiladi. Ucharliqim qandaqki, balvaqlarning kuyjelarini binaskarani shu qantiq elib, ashtaqanda bu so'rimi u odamning qantining ostiga oladi. Qantiq elib bu so'rning o'zi u odamning shafaatini nima qiladi? Qabulchi qiladi. Shafaatchi qiladi. Shafaat qilib bu so'ri u odamni azobil qabrdan to'sidi deydi. Shu azobil qabrchi bo'lmaydi deydi endi. Va dedi, yana Xolid yoki payg'ambar so'ra tabarikdan yuqorgi so'ra shu alif lam mim tanzil kitob degan so'rlik degan gapniki o'xshini shu dedi deydi. Va berdi Xolid meni yotmaydi, hattoki bu ikki so'rni o'qib yotdi. Oqshimi. Va dedi Tavus. Nima dedi? Meni ortiq qilindi bu so'ra alif lam mim ha mim. Meni bu alif lam mim tanzil kitobidan so'ra tabarikning her qandaq so'rga Qur'ondan meni 70, meni 60 hassa, 60 tane güzellik bilan nima qildi unuga ortiqcha qilindi dedi deydi. Unda o'dikan meni bu alif lam mim tanzil kitob bilan meni so'ra tabarikniki qolgan so'rga meni ortiq bo'lishi meni shu deydi endi. Ata ibn Abi Rabah deb rivoyat qildi Ata. Yetti menga şu yetteki cezme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem degan idi. Bir adamiki okusa so'ra Yasinni kunduzninki bosh tarafida okusa, yani at deganda okusa, mana ado qilindi bu adamniki hojatini. Yani şu kunlik butunlay hojatini, dunyo va oxirat hojatiniki o'zini nima qilindi? Adochi qilindi. Ado qilindi degan. Adoni qilib, Alloh taolo qilib berdi adamniki hojatini, mana yo'qchi qilib berdi deydi. Men bu ise İmam Darimi mursal oğanalatı nima qildi? Rivoyat qildi. Maqal ibn Yasar al-Muzani radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi. Bu adam shuna dedi ki jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Bir adamiki o'qisa so'ra Yasinni Allohniki rizoligini talab qilib o'qibdi. Fakat Allah mushta o'qoni deganda men Allohning so'zi ekan, men mushning uchun o'qidim. Ma meni falon deb so'ra Yasinni o'qiydi ekan, voy hofiz ekan, mundaq ekan deb qolsin demabdi. Mushta demek bu adam işte okan bolsan, men mağfiret kılındı şu adamniki ilgili günahının hemmisini nima qilindi? Mağfiret çok kılındı. Onda oğandikin. Mena o adamniki ilgili günahınki hemmisini mağfiret kılganken deydi o Peygamber. Onda oğandiki sil okuna men bu so'riyasini silniki aşı öley deb qolgan, sakratning üstüne chiqib qolgan, ülüklerin so'riyasini o'qib beranlar. Dedi. Onda oğandikin men so'riyasindeki ne kadar katta bir so'ri ekanligi uchun mushal chiqdi. Shuning uchun meni o'lib kelishning oldida sakrat chiqib qolgan so'riyasini o'qisak nima u noit yaxshi. Yo'q bo'lmaydi. Endi mavtokum degan gapning o'zi, ya'ni buningdan o'lmoqchi bo'lgan nima u inson. Bu uchun o'zida o majoz bo'lgan bo'ladi. Yo'q bo'lmaydi, zohir ma'nosida u qo'nusida shu so'rniki o'zini, so'riyasini silinki o'lib ketib bo'lgan insonlarga Ülüp git boğan insanın kabirstanlık bağan vaktin yüzüden, ya ki kabirstanlık bağımsanlığın ben öğüt doğan vaktin yüzüden aşındak okusanlıçı boludu deydi. Onda o andikin ben bu ayet kasasen Suriye'sindeki yüzünü kabirstanlık verip okuş ve onu da başka ben şu ölüm yetim boğan öğünlüki yüzünü Suriye'sinin okuşundaki yüzü nimi o bir sünneti var. O yokçu emez, o bitetçi emez. Yeni bir sıkan edikin ölüp kalay. Sakratlık vaktindeki yüzüde okusak mı? O mu nime o? Sünnet. O mu edisi şu bu. Men bu edisi İmam Bayaki Şuabil İman diyen kitabı şu rivayet kıldı. Abdullah Mesud radıyallahu ta'ala rivayet kıldı. Şuna da Cezmen Abdullah dedi. Cezmen her kandak bir nes üçün bağdır üstünlük yani üstünlükçü bağ. Salam degen lökke degen gap tögününki. Bu da igiz turduğan nimisini nime deyimiz onu? Salam deydi Arapçada. Yani her kandak bir nesninki pes ondan mundaq hem şundak lökkede igiz bir yerlerçi buludu. Cezmen Kur'an-ı Kerim'deki lökkisi Sure Bakır'dır. Çünkü Sure Bakır'a Kur'an'ın en beşi da hem mezmun cihetim en yukarı, ayet cihetim en nime cik. Ayet ciheti cik olgandaki mənisi hükmünden cik ağam buludu. Şunun üstün buludu. O cezmen her kandak bir şey üçün bağdır nime var? Luppa yani halis meğiz, yani asas, halis bir nersi buludu.
Her qanday bir narsa xulus, yani pakiz bir narsa oludu. Ve cezmen Kur'an-ı Kerim'deki lubbi, yani meğzi söre mupassallahdır. Söre Hucurat'tan ve Nas kelgiş boğan arlık, yoki ve Necm'den yoki olmaydı söre ama Paris'in ahiri desem bol söre mupassal. Aşağı nim kılıdı. Men muşniki hemmesi Kur'an-ı Kerim'deki asas nimesi oludu. O meğzi aşağı şu ilundu, aşağı değildi o. Deydendi. Men bu hadisi İmam Darimi rivayet kıldı. Ali radıyallahu anh rivayet kılındı. Dedi ona dey, anladım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Men her kandak bir narsa üçün badur arus var. Yeni toy qilgan qiz yigitchi bo'ladi. Men her kandak bir narsaniki jonliq narsa bo'lgan bo'lsa, jonliq narsaniki o'ziniki o'ziga tushliq to'y qiladigan bir narsa bo'ladi. Bu haq. Bu to'y qilishning o'zi ayoldan, insonlar emas. İnsanlıdan başka canlılıklarındaki hemisi de buludu. Şu hemisi boğanlık için onu da türünü kıp ketmeydi, yokap ketmeydi. Şu erbilen ayal onun dişinden erkek biye girip onun balık kaldırıp ben açtak olan gel. Ben onun işi ama o canlılıklarındaki işideki hemen nesi toğulu bulunmaydı. Benim müddettekin anıdekin yitilip yüz bitilgendekin anıdekin ze nim boluğan gel. Ben dişi erkeğinin kaşığa, erkek dişini kaşığa olan gel. Men bu. Anda oğandaki mene Peygamber degeni şu. Her kandak bir şeyiniki toyluşuş. Mene nesi oldu? Yani arus degan gap aslida yeni toy qilgan qiz yigitninki o'zini arabchada arus deydi. Iris deydi. Iris degan gapning o'zi qiz bola qartiladi. Arus degan gapni kishi, ya'ni shu yiliqi nima deymiz? Damat. Yani onunki o'zi mana yeni toy qilgan kelin ve yeni toy qilgan mana yigitga deymiz endi. Kuyov o'g'ilga. Kuyov o'g'il degan bo'lgandiki bu arus iris deydi. Yo'q, irisning o'zi kuyov o'g'ilga, arusning o'zi kelinga yeni toy qilgan. Buni deydi. Unda o'g'andikin har qanday narsaniki arusi bo'ladi. Shuningdek Qur'oni Karimniki arusi nimadir? Sura Rahmandir deydi. Nimishqa? Çünkü Sura Ar-Rahmanniki ichidagi ash jannat bo'lgan nozu ne'matniki o'ziga mazmuni qarsak, nima deydi ana? Lam yatmisunna insun wala jan min qablum insun wala jan deb o'rparining gapini çok qiladi. Unda o'niga o'rparining gapini qandikin, u yer o'rpari texe ayni saqlab turgandikin, u nima o texe endi yalaqi to'y qilman deb turgan nima bo'lgan bo'ladi? O mana kelin bo'lgan bo'ladi. Ma dünyadaki cennet kirmekçi olan insanların özü o ne boğamlıdır hem de bu toy kılmakçı olan bir yigit kuyov olan buludu. Anda oğanıkin bu ne boğamlıdır an mezmun an özü olan boğanıdır Kur'an'daki bu yani toyu boğançı boldu deydemdi. İbn Mesud radıyallahu anh rivayet kıldı dedi Mesud dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı ki oksa o adam sör vakanı her ketsi oksa yetmeydi o adamga kembegallik mengo deydi. Çünkü sör bakar vakanıki içindeki mezmun yani aşı Allah Teala'nın rızk vergenlik, rızkını kimlik vergenlik diye mezmunda nima var ayet var. Yani bu şun diyen gap. Anda o andikin Berti İbn Mesud buyurdu yüzdeki kızlarını okuydu bu kızda şu söyle vakanı herkesi okuydu. Herkesi kızvalar okudu. Mesela buyurdu çünkü oğuldalık bormayın neyim için kızvalar buyurdu dese çünkü kızvalınınki küpünce vakti işlep onu kılamagan diken kandak olağan gap kolu kısıkıp kaldı. Şunun için o kızvalığa men muşunu okugandaki sen şu bay olsan, kemigal olmaysan, bir adam muhtaç olmaysan dep İbn Mesud radıyallahu anh kızların buyurdu iken. Ama oğul balı çoğu, o şundak, lekin oğul balının küçü var, sırtı çıkıyordu, ticaret kıldı, işleydi, o arkadaşlar pul tapalaydı. O kemigallik o adam ma taraftan çoğu yok oldu. Ama kız balı o işini kılamagandayken Allah Teala oylu bağa yerden kız balığa, ajında nimetlerini, ajda işlerini verip o adam kız balınınki nemesine ihtiyacını hemen kamdap kemigallik işçi bulmaydı. Yani bu itibarla İbn Mesud özündeki kız balıları müştak okuşunu nemi kılan, buyurgan deydi. Yani bizim müştak kılıtlendi atımız. Ali radıyallahu anh rivayet kılın dedi ona deyip, berdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, meni yaxşı gördü, ma sörüneki sebbah isme rabbikel a'la. Sebbih isme rabbikel a'la degan sörün nima qildi, yaxşı gördü. Yaxşı gördü degan davomli o'qiydi degan gap. Meni bu. Abdullah ibn Amr radıyallahu anh rivayet kılın dedi Abdullah, keldi bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kaşık geldi ki dedi, o kelip dedi ki, "Aqri'ni ya Resulullah, man bir narsa o'qitib qo'ysizlar."
Kur'an'da bir narsa okutib qo'ysa dedi. Degandiki, o Peygamber dedi ki, unda olsa o'qigan sen mana alif lam ra din iborat olan so'ri va shu alif lamniki egallarida bo'lgan 3 so'rini o'qi. Ya'ni 3 tane alif lam ra va mushuni o'qi dedi. Degandikin dedi o adam kaburat sinni, mening yeshim nima qilib cho'ngib ketdi. Yeshim cho'ngib ketgandan o'qib olaman, yod etib olamayman, og'zim kelmaydi. Va qattiq ketdi mening qalbim. Mening qalbim qatib qoldi. Endi bu narsa yod olamayman. Va mening tilimchi ig'irlashib, qattiqlashib ketdi. Yani yo'g'onlashib ketdi. Yani tilim ishtikchi kelmaydi. Degandikin dedi Peygamber unda olsan mana hamimdan iborat, hamimning egisidan, egallardan iborat olan 3 hamimni o'qi dedi. Degandikin dedi bu adam yani yuqori gapni o'qishin dedi. Degan Peygamber dedi yilqi adam, ya Rasulullah o'qislar menga bir jami bir so'rni. Yani onunki mazmuni umumiy islom dinimizdagi umumiy mazmun o'z ichiga oladigan, mana markazlashgan mushu labzi qisqa ma'no jiq bo'lgan bir so'rni o'rgatsizlar, o'qitib qo'ysalar dedi. Hamma aqlda Peygamber o adamga izazul zilatilni nima qildi? O'qitib qo'ydi dedi. Hattoki mana tugidi Peygamber mana bo'shandi shu o'qitishdi. O'qitishni bo'shdi mushtaq qilib qo'ydi. O'qib qo'ygandan keyin o yoshtaqandan keyin dedi yilqi adam Allah'ına qasam ki seni ahvidan payg'ambar qilib evatgan. Allah'ına qasam ki men bu so'ragan hech qanday bir narsa men ziyoda qilmayman, mushbatim o'qiyman dedi. Deganda deb anadiki bu adam oqichlab ketdi. Ketgan vaqtda payg'ambar dediki, men ablahal ruvayjil. Meni rasmiy meni maqsad yetdi, yeniqi putulmagan kichik adam chiq. Deydi. Ruvayjilninki asl tasg'ir. Aslida qiyos bo'yicha rujaylun bo'lish kerak. Ammo rujaylun bo'lmay ruvayjilu deb bo'pti. Bumi bir kelishniki nimasi 3 harf bo'lgan bo'lsa, men tasg'irda puaydun yozib keldi. Ammo yo'q bo'lmaydi rajulinniki tasg'ir desak, o'chanimizda ruvayjilu bo'ladi. Ya'ni piyoda manga adam meni putida ketib qolgan, ya'ni noati payg'ambar qo'shib ketib. Bu adam nima qildi bu adam? Rasmiy meni o'zining maqsadiga yetdi deb mushtaq dedi. Chunki İzah-ı Zizat'taki mazmun nimi düşündürdü. Men avayatını degenimizde, mana bu yer şanındaki kainatın hemimizin tugaydiganlığı, onudaki ikinci bir alemde çoğu vücut keldiganlığı, onudaki şu dünyada kichikgina zarra çağlık bir adam yaxshi yomonlik ko'rsa, qisa uniki jazman mukofot ham jazosi ko'rdiganligi mazmunchi oyat. Unda u jami bo'lgan bo'ldi yani. Bu. İbn Ömer radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan dedi Ömer dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Aya kadir bulamamdı sını birini şoku okuyay. Her günü min ayetini. Her günü min ayetini okuşunu sını birini kadir bulamamdı diyendeki dediler ular. وَمَنْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ. Kim kadir olsun her gün min ayetini kimin gücü yetiyor? Her gün min ayetini okuyma dep dursa uçanın özüde o bizim turmuşumuz var, işimiz var. Onu kim kılıdı? Onu gücümüz yetmeydi o dedi. Degandiki Peygamber dedi aya mena kadir olmamdı sının birini şok okuyay. El-Hakimut Takassur'u okuşqa küçücü yetmemdi. Men El-Hakimut Takassur'u okan bolsa bu adam men min ayetini okanliki nemesi olgan boludu. Mena okandakçı, hükümdücü boludu dedi. Çünkü El-Hakimut Takassur'niki umum mazmunu meni şunu çok belgileydi. Yani degan gap insonlarniki mushundaq meni dunyo tirikchiligi bilan mushta olib ketganliginiki o'zi men oxiri ko'rib qanday narsa gapadi, u adam o'limga gapadi. Ölümge ne qilish shu qanday gap buni jazman ko'rdigan gap. Unda o'g'andan keyin bunda dunyoning oxiri qo'g'lab, ha pulni jiqtapaman, adabchi ketmanglar. Mal oxiratligini nima qilinglar? Buni o'ylab qo'yinglar degan mazmunda. Said Musayyab rivoyat qilgan mursal o'g'alati bu adam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi deb payg'ambar alayhisolatu vasallam. Men bir adam o'qigan bo'lsa qul vallohu oyatini 11, ya'ni o bir adam o'qigan bo'lsa qul vallohu oyatini 10 qata o'qigan bo'lsa mana yasılıdı şu adam için şu 10 kata okulganınki beraberge cennetin bir saray. Bir tane saray yasılıdı. Bir adam sonra kulvallahu ayetini yine 20 kata okuyan bolsa o adam için şu cennette 2 tane saray yasılıdı. Yine bir adam şu sonra ihlasını 30 kata okuyan bolsa o adamga mana cennette 3 tane saray mana yasılıdı dedi. Degandiki Ömer Hattab radhiyallohu ta'ala dedi ki
Qasam Alloh ya Rasululloh, bu vaqtning o'zida bizniki saroyimiz jiqib ketdi ekan. Bak jiqib ketgan emasmi? Hozir mana 100 ming, 50-60 ming inson ba'zi deb so'ra ixlos o'qiydi, uni bas jiq odamlar keladi. Hammadan bor. Masalan, hozir 7 milliard 1 milliarddan jiq musulmonlar bor. Hammasi jiqib ketmamdi desa, dedi Peygamber Alloh avsamin zalik. Men Alloh taolo bundan nima xazinasi katta. Siz u yetmasmiki deb qolmang deydi. Men yetmasmiki deb qolmang uchun biz koinotni o'ylansak bo'ladi. Hozir yer shari bilan kunniki oraliq qancha? 150 million kilometr. 150 kilometr bo'lganiki Quyoshniki shu seysmik atrofida necha milliard kilometr. Mana osmondagi yil shu ko'rinayotgan shu yulduzlarniki jiroqlik yaqinlasak 90 trilyon yil nur yili yo'g'on deydi. Bu odam buni hisoblab bo'lolmaydi. Unda o'niki Allohniki xazinasi buni deymi o kengri. Unda onu bu yetmesmiki deb chiqib qolma. Yetido deydi. Hasan roziyallohu anhu rivoyat qilindi. Bu odam mursal bo'lgan holat rivoyat qildi. Endi mursal degan gapni nechqata o'tdi biz uni dedi. Mursal degan gap sahoba emas, tabiinniki o'zi payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qildi deb sahoba demayli ashlar degan bo'lsa mursal bo'ladi. Mana payg'ambar shuna dedi. Bir odamiki o'qigan bo'lsa, bir kechada 100 oyatni o'qigan bo'lsa, bir kecha 100 oyatni o'qigan bo'lsa, mana hujjatlashmaydi o odam bilan Qur'on, o odam bilan Qur'on shu kecha nima qilmaydi, hujjatlashmaydi. Hujjatlashib, davolashib, ha, Alloh taolo sana Qur'onni meni tushirgan tursan, sen nima uchun o'qimading? Nima uchun meni degan ish amal qilmading? Meni nima uchun tashvatding? Degan bundoq bir ishni cho'q qilmaydi bir odam. Qilmaydi shu nima Qur'oni Karim deydi. Unda o'g'an ekan har kecha amal bor 100 oyat nima qilishimiz kerak, o'qish kerak. Bir odamiki o'qigan bo'lsa, o odam bir kechada 200 oyatni o'qigan bo'lsa, mana yezildi shu odamga kechicha mana nima qildi? Ibodat qildi. Deb nima qildi? Yezildi. Qunut degan ibodat. Bir odamiki o'qigan bo'lsa, o odam bir kechada 500 oyat o'qibdi. 500 oyat degan gapni buruk salaflar, buruk olimlarimiz, ya'ni hozirmi bor, u degan o'qiydi endi o kechicha o'qilmaydigan işte olimlarimiz bor. Ming'ishik işte o'qigan bo'lsa, mana ba'zi olimlar ana Qur'oni Karimni 3 kechada tugatib ekan. Mandaq olimlar bo'lib ekan. Ba'zilari 7 kunda. Mushtoq. Mana mushundaq mana 500 dan ming'ishik oyatni o'qib, mana mushundaq o'qigan bo'lsa bir kechasida mana tanat turdu o adam, o adam üçün bahadır, savabdan kıntar ba dedi. Digendikin sahabeler dedi ki, kıntar neyim o ya Resulullah diye vaktin yüzüde, isna aşere elpen. 12 bin dirhem dedi. 12 bin dirhem diyen gep, 12 bin bir dirhem diyen gepninki yüzü mesela 3 gram. Bolu yani 30 bin, yani 40 bin, 50 bin diyen gep buldu. 50 bin tane mene dirhem, yani 50 min koy, 100 min koyduk, muşundak nima qilgan, mana savab qildi, savab berdi, deganli savabchi, muşundak sadiq qildi deganligini nimasi bo'ladi, savobichi bo'ladi deb meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqchu dedi. Unda o'g'an ekan, men kechada, kunduzda o'qimay, kechasi qo'pib tahajjud, uning boshqa ibodat, Qur'onni o'qib qilsa, men mushundak savobchi bo'ladi. Qur'oni Karim meni mushundan nima o iborat deydi. Unda o'g'an ekan, biz Kitab-ı Fezail Kur'an'ı mana bir qancha kun bo'ldi o'qidik. Bu Fezail Kur'an'niki o'zidan Qur'oni Karim qanday bir kitap. Har bir oyat, masalan, hamma emas, ko'p vaqtning o'zida, ya'ni ba'zi bir suraniki fazilatining ustida nima qildi, to'xtaldi. Biz ham shu bo'yicha nima qilishimiz kerak, amal cho'q qilishimiz kerak. Mana mushu ulug' ay, ulug' kunlarning o'zida, mana mushu yetisi degan bo'yicha amal qilishga Alloh taolo meni muvaffaq qilsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.